Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan har birimizning oilaviy budjetimizga bevosita ta'sir qiladigan, ko'pchiligimizni qiynayotgan juda muhim bir masalani, ya'ni kommunal to'lovlarni batafsil muhokama qilamiz. Hozirgi kunda kommunal xizmatlar uchun to'lovlar tobora oshib bormoqda. Ko'pchilik uchun bu haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Ayrim hollarda esa odamlar o'zlariga keladigan hisob-kitoblarning adolatliligiga shubha qiladilar. Ammo qayerga murojaat qilishni bilmay, sukut saqlashga majbur bo'ladilar. Ba'zilar esa umuman to'lamaslik imkoniyatlari haqida eshitgan bo'lsalar ham, buning qanchalik asosli ekanligini, qanday shartlar borligini tushunishga qiynaladilar. Bugungi mavzuyimiz aynan mana shu noaniqliklarga oydinlik kiritishga qaratilgan. Siz hozir eshitadigan ma'lumotlar ishonchim komilki, nafaqat hozirgi xarajatlaringizni kamaytirishga, balki kelajakda ham o'zingizni va oilangizni ortiqcha to'lovlardan himoya qilishga yordam beradi. Bu shunchaki bir maslahat emas, balki rasmiy hujjatlar, qonunlar asosida amalga oshiriladigan haqiqiy imkoniyatlar haqida gap boradi. Ayniqsa, yangi tartiblar va rasmiy ko'rsatmalar ko'plab odamlar uchun kommunal to'lovlar yuki yengillashishiga sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video orqali tarqatiladigan ma'lumotlar har bir oila uchun, ayniqsa qishning qahraton kunlari yaqinlashayotgan bir paytda suv va havodek zarurdir. Avvallari kommunal to'lovlar masalasida vaziyat biroz boshqacha edi. Aksariyat hollarda iste'molchilar, ya'ni biz oddiy fuqarolar, kommunal tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan hisob-kitoblarga shubha qilishga haqqimiz borligini bilmasdik. Hisobdagi xatolar, ortiqcha yozuvlar yoki sifatsiz xizmatlar uchun to'lovlarni kamaytirish imkoniyatlari juda cheklangan edi. Agar biror muammo yuzaga kelsa ham, qayerga murojaat qilish kerakligi, qanday hujjatlar to'plash lozimligi, bu jarayon qancha vaqt olishi aniq emas edi. Ko'pchilikning fikricha, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni to'lashdan qochishning yagona yo'li bu to'g'ridan-to'g'ri to'lamaslik edi. Bu esa o'z navbatida jarimalar, qarzlar va oxir-oqibat sudga berilish kabi yoqimsiz oqibatlarga olib kelardi. Odamlar o'zlarini kommunal tashkilotlarning oldida ojiz his qilardilar. Barcha qoidalarni ular belgilaydi deb o'ylashardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan bir qator rasmiy qarorlar, farmonlar va nizomlar kommunal xizmatlar sohasida shaffoflikni oshirish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan yangi mexanizmlarni joriy etdi. Bu shunchaki og'zaki va'dalar emas, balki qonuniy kuchga ega bo'lgan hujjatlardir. Endi kommunal to'lovlarni shunchaki to'lamaslik haqida emas, balki qonuniy asosda va mutlaq qonuniy yo'llar bilan bu to'lovlarni kamaytirish, ba'zi hollarda esa ma'lum bir xizmat uchun umuman to'lamaslik imkoniyatlari haqida gapiramiz. Bu imtiyozlar, subsidiya tizimlari, hisob-kitoblardagi xatolarni tuzatish mexanizmlari, sifatsiz xizmatlar uchun qayta hisoblash tartiblari va hattoki ma'lum sharoitlarda qarzlarni qayta tuzish kabi yangi detallarni o'z ichiga oladi. Asosiysi, bu yangi tartiblar sizga o'z huquqlaringizni bilish va ulardan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Endi siz kommunal tashkilotlar bilan teng shartlarda muloqot qilishingiz, o'z talablaringizni qonuniy asosda qo'yishingiz mumkin. Bu o'zgarishlar ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlari uchun juda muhimdir. Ammo har bir fuqaro, hatto o'rta hol oilalar ham ulardan foydalanishi mumkin. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Kommunal to'lovlar bo'yicha yangi tartiblar nimani anglatadi? Kimlar bundan xavotir olishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q? Eng avvalo shuni ta'kidlash lozimki, hech kimga kommunal xizmatlar uchun shunchaki to'lamaslikka ruxsat berilmaydi. To'lamaslik deganda qonuniy asoslar mavjud bo'lgan hollarda to'lovlardan ozod bo'lish yoki ularni sezilarli darajada kamaytirish imkoniyati tushuniladi. Bu quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin. 1. Subsidiyalar va ijtimoiy yordam. Davlat tomonidan aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar taqdim etish tartibi kengaytirilmoqda. Bu ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ko'p bolali oilalar uchun juda muhimdir. Masalan, tasavvur qiling, 7 yoshli pensioner Omonov Azimjon uyda yolg'iz yashaydi. Uning oylik pensiyasi taxminan 800 ming so'm. Kommunal to'lovlar, elektr energiyasi, gaz, suv, chiqindi issiqlik uchun har oy 320 ming so'm to'laydi.
Bu uning pensiyasining deyarli yarmini tashkil etadi. Yangi tartiblarga ko'ra Omonov Azimjon mahalladagi ijtimoiy xizmatlar bo'limiga murojaat qilib, kommunal xizmatlar uchun subsidiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Agar uning daromadi belgilangan eng kam miqdordan past bo'lsa va boshqa mulkiy yoki daromad manbalari bo'lmasa, unga kommunal xizmatlar xarajatlarining ma'lum bir qismi, masalan, xil bazigacha yoki belgilangan normativ doirasida qismi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Ya'ni Azimjon amaki har oy 1025 so'm kamroq to'laydi. Bu uning oyiga 175 so'm tejashiga va bu pulni dori-darmon yoki oziq-ovqat uchun ishlatishga imkon beradi. Bu misolda ko'rib turganingizdek, subsidiya sizni kommunal to'lovlardan butunlay ozod qilmaydi. Lekin yukni sezilarli darajada kamaytiradi. Boshqa bir misol, 4 nafar farzandi bor, ish haqi bir oila daromadi uchun normativdan past bo'lgan g'aniyevlar oilasi yashaydi. Ularning umumiy oylik daromadi masalan 300-500 ming so'mni tashkil etadi. Kommunal xizmatlarga esa ular har oyda 600 ming so'm to'laydi. Ular ham ijtimoiy himoya tizimiga murojaat qilish orqali kommunal to'lovlarining bir qismini subsidiya hisobidan qoplashlari mumkin. Hukumat qarorlarida belgilangan ijtimoiy normalarga muvofiq ko'p bolali oilalar uchun kommunal to'lovlar miqdori oila daromadiga nisbatan ma'lum foizdan oshmasligi kerak. Agar oshsa, o'rtacha qismi davlat tomonidan qoplanadi. Bu oilaga har oy 200 ming so'mga yaqin mablag' tejash imkonini beradi. Bu esa ularning oilaviy byudjetiga juda katta yordamdir. 2. Sifatsiz xizmatlar yoki xizmatlarning umuman ko'rsatilmaganligi uchun qayta hisoblash. Bu eng muhim yangiliklardan biridir. Agar sizga kommunal xizmatlar sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, sovuq suv bosimi past bo'lsa, isitish harorati me'yordan past bo'lsa, yoki elektr ta'minoti tez-tez uzilib qolsa yoki umuman ko'rsatilmagan bo'lsa, masalan, bir hafta davomida suv bo'lmagan bo'lsa, siz shu davr uchun to'lovlardan ozod bo'lishingiz yoki qayta hisob kitobni talab qilishingiz mumkin. Masalan, Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi Aliyevlar oilasi dekabr oyida markazlashgan isitish xizmati sifatsiz ekanligidan shikoyat qiladi. Ularning kvartirasidagi xona harorati belgilangan me'yor bo'yicha 20 daraja bo'lishi kerak bo'lsa, atigi 22-14 darajani tashkil etadi. Bu holat bir necha kun davomida davom etdi. Aliyevlar holatni videoga olib, uy boshqaruvi shirkatiga, uy-joy kommunal xo'jaligi boshqaruvi yozib ariza bilan murojaat qilishdi. Ariza topshirilgandan keyin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot vakillari kelib, haroratni o'lchadilar va haqiqatan ham me'yordan past ekanligini tasdiqlovchi dalolatnoma tuzdilar. Natijada ushbu davr uchun Aliyevlar oilasining isitish to'lovi qayta hisoblab chiqildi va ular taxminan 30 ponddan kamroq to'lashdi. Agar issiqlik umuman bo'lmaganida, ular ushbu davr uchun to'lovdan butunlay ozod qilingan bo'lardilar. Shu nuqtada shuni tushunish kerakki, aynan shu qayta hisoblash mexanizmi orqali siz to'lamasligingiz mumkin bo'lgan vaziyatlar paydo bo'ladi. Boshqa bir misol shahar chetidagi mahallalardan birida. Sarvar ismli fuqaro yashaydigan xonadoniga 2 hafta davomida ichimlik suvi uzluksiz kelmadi. U suv ta'minoti korxonasiga telefon qilib xabar berdi, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Sarvar mahallaga murojaat qildi va mahalla faollari yordamida suv ta'minoti korxonasiga rasmiy yozma ariza topshirdi. Arizada suv ta'minoti uzilgan sanalar va muddatlar ko'rsatildi. Korxona holatni o'rganib chiqib, haqiqatan ham texnik nosozlik sababli suv berilmaganini tasdiqladi. Natijada Sarvarning o'sha oy uchun suv to'lovi qayta hisoblab chiqildi va u suv berilmagan davr uchun umuman to'lov amalga oshirmadi. Bu unga taxminan 20 ming so'm tejash imkonini berdi. Bu kichik summa bo'lib ko'rinishi mumkin, ammo qonuniy huquqlarni himoya qilish nuqtai nazaridan juda muhimdir. 3. Vaqtincha yo'qlik uchun qayta hisoblash. Agar siz yoki oila a'zolaringiz ma'lum bir vaqt davomida, masalan, bir oydan ortiq uyda bo'lmasangiz, siz yashamagan davr uchun ma'lum kommunal xizmatlar, suv, gaz, chiqindi tashish uchun to'lovlardan ozod bo'lishingiz mumkin. Bu albatta hisoblagich o'rnatilmagan yoki hisoblagich ko'rsatkichlari bo'yicha emas, balki odam soni bo'yicha hisoblanadigan xizmatlar uchun amal qiladi. Masalan, Odilovlar oilasining 4 a'zosi yozgi ta'tilga chiqqan. Iyul oyining 15 sanasidan iyul oyining 20 sanasigacha ular chet elda bo'lishgan. Bu davr jami 35 kunni tashkil etadi. Odilovlar ketishdan oldin mahallaga va uy boshqaruv shirkatiga yozma ariza bilan murojaat qilib, ularning yo'qligi haqida xabar berishdi.
Shuningdek, ular chet elga chiqib ketganliklarini tasdiqlovchi pasportdagi muhrlarning nusxalarini taqdim etishdi. Uyga qaytganlaridan so'ng ularning ariza va hujjatlari asosida ularning suv agar hisoblagich bo'lmasa va chiqindi tashish xizmatlari uchun to'lovlari qayta hisoblab chiqildi. Ular yo'q bo'lgan 35 kun uchun odam soniga qarab hisoblanadigan to'lovlardan ozod qilindilar. Bu ularga taxminan 1000 so'm tejash imkonini berdi. Bunday holatlarda albatta oldindan tegishli choralarni ko'rish va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish muhimdir. 4. Nogironligi bo'lgan shaxslarga qo'shimcha imtiyozlar. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga, shuningdek nogironligi bo'lgan bolasi bor oilalarga kommunal xizmatlar uchun to'lovlarda qo'shimcha imtiyozlar va yengilliklar berilishi mumkin. Bu imtiyozlar har bir hudud va har bir kommunal xizmat turiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun Moliya ijtimoiy xizmatlar bo'limidan aniq ma'lumot olish kerak. Masalan, birinchi guruh nogironi bo'lgan Saididov Furqatning oylik daromadi ham o'rtachadan past. Unga nafaqat umumiy subsidiyalar, balki uning holatini hisobga olgan holda qo'shimcha imtiyozlar ham berilishi mumkin. Masalan, uning uyini isitish xarajatlarining ma'lum bir qismi to'liq qoplanishi yoki suv va gaz iste'moli uchun belgilangan normadan oshgan qismiga ham chegirmalar berilishi mumkin. Uning misolida umumiy kommunal xarajatlarning 70%gacha bo'lgan qismi davlat tomonidan qoplanishi mumkin. Bu esa har oyda 2 ming so'm atrofida mablag' tejash imkonini beradi. Kim xavotir olishi kerak va kimning xavotirlanishiga hojat yo'q. Xavotir olishi kerak bo'lganlar kommunal to'lovlarni muntazam to'lamaydigan, ammo to'lamaslik uchun hech qanday qonuniy asosga ega bo'lmagan shaxslar. Chunki yangi tartiblar ularga taalluqli emas, balki to'lovlarni kamaytirish yoki ozod bo'lish uchun qonuniy yo'llarni izlayotganlarga qaratilgan. Qarzdorlik yig'ib olgan va uni uzishga intilmayotgan shaxslar. Kommunal tashkilotlar o'z qarzdorliklarini undirishda faollashishi mumkin. Xavotirlanishga hojat yo'q bo'lganlar, o'z huquqlarini bilishni va ulardan foydalanishni istagan barcha mas'uliyatli fuqarolar. Yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifalarga kiruvchi shaxslar. Sifatsiz xizmatlar olgan yoki umuman xizmat ko'rsatilmagan hollarda o'z huquqlarini himoya qilishga tayyor bo'lganlar. Shu bilan birga shuni ta'kidlash lozimki, har qanday holatda ham o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirish muhimdir. Faqatgina qonuniy asoslar bo'lgan hollarda to'lovlardan ozod bo'lish yoki ularni kamaytirish mumkinligini unutmang. Bu rasmiy farmon sizga to'lovdan butunlay qutulishni va'da qilmaydi, balki adolatli to'lovni ta'minlash va qonuniy yengilliklardan foydalanish imkoniyatini beradi. Endi esa ushbu yangi tartiblarning istisno holatlari. Yashirin tuzoqlar va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Negaki har qanday qoida o'ziga xos istisnolarga ega bo'ladi va bizning holatda ham shunday. Istisno holatlari 1. Hisoblagichlar mavjud bo'lganda. Agar sizning xonadoningizda elektr energiyasi, gaz va suv uchun individual hisoblagichlar o'rnatilgan bo'lsa, u holda sizning vaqtinchalik yo'qligingiz uchun to'lovlarni qayta hisoblash deyarli imkonsiz. Negaki siz qancha sarf qilsangiz, hisoblagich shunchani ko'rsatadi va siz shuncha to'laysiz. To'lovdan ozod bo'lish faqatgina hisoblagichsiz, odam soni bo'yicha hisoblanadigan xizmatlar masalan. Ba'zi joylarda markazlashgan issiq suv yoki chiqindi tashish uchun amal qiladi. Lekin agar hisoblagich buzilgan bo'lsa va bu sizning aybingiz bilan emas, balki masalan elektr ta'minoti korxonasining vakili tomonidan aniqlangan texnik nosozlik natijasida yuzaga kelgan bo'lsa, u holda ma'lum muddat uchun o'rtacha iste'mol bo'yicha qayta hisoblash mumkin. Ammo agar hisoblagichning buzilishiga sizning noto'g'ri harakatlaringiz sabab bo'lgan bo'lsa, sizga nafaqat to'lovlarni to'liq to'lash, balki jarima ham qo'llanilishi mumkin. 2. Qarzdorlik mavjud bo'lganda imtiyozlardan foydalanish. Agar sizda kommunal xizmatlar bo'yicha katta qarzdorlik bo'lsa, subsidiya yoki imtiyoz olishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ko'pgina ijtimoiy yordam dasturlari ariza topshiruvchida kommunal xizmatlar bo'yicha qarzdorlik yo'qligini talab qiladi. Shuning uchun imtiyoz olishdan oldin mavjud qarzdorlikni uzish yoki uni qayta tuzish bo'yicha kelishuvga erishish juda muhimdir. Ba'zi hollarda maxsus dasturlar doirasida qarzdorlikni qayta tuzish imkoniyatlari ham ko'rib chiqilishi mumkin, lekin bu alohida masaladir. Imtiyozlardan asossiz foydalanish. Agar siz imtiyozlarga ega bo'lish uchun noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etsangiz yoki sharoitingiz o'zgarganini
masalan daromadingiz oshganini yashirsangiz. Bu firibgarlik deb baholanadi va qonun oldida javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Bu nafaqat imtiyozdan mahrum bo'lishga, balki ortiqcha olingan mablag'larni qaytarishga va jarimalar to'lashga ham olib keladi. Yashirin tuzoqlar va nozik jihatlar. 1. Hujjatlashtirishning muhimligi. Sifatsiz xizmatlar yoki xizmat ko'rsatilmagan holatlarda har bir detalni hujjatlashtirish juda muhimdir. Og'zaki shikoyatlar kamdan kam holatlarda qonuniy asos bo'ladi. Sizda telefon orqali berilgan shikoyatlarning ro'yxatga olingan raqami, yozma arizalar nusxalari, tasdiqlangan dalolatnomalar, fotosuratlar va videolar bo'lishi shart. Agar sizning kvartirangizda harorat pastligidan shikoyat qilsangiz, tashkilot vakili kelib haroratni o'lchab berishi va dalolatnoma tuzish kerak. Agar u rad etsa, siz qo'shnilar guvohligida dalolatnoma tuzib, uni imzolashlari mumkinligini bilishingiz kerak. Bu keyinchalik sudga murojaat qilish uchun asos bo'ladi. Misol Sobirovlar oilasi bir necha bor isitish tizimi yomon ishlagandan shikoyat qildi, lekin faqat telefon orqali. Har doim hozir boramiz deb va'da berishdi, ammo hech kim kelmadi. Natijada ular bir necha oy davomida sovuq xonada yashab, to'liq to'lovni amalga oshirishdi. Agar ular har bir shikoyatni yozma ravishda ro'yxatdan o'tkazib, keyin dalolatnoma tuzishni talab qilsalar edi, ular to'lovlarni qayta hisoblash imkoniyatiga ega bo'lardilar. Ular yozma ariza berish o'rniga shunchaki telefon qo'ng'iroqlari bilan cheklanganlari uchun keyinchalik o'z huquqlarini himoya qilishda qiyinchiliklarga duch kelishdi. 2 murojaat muddatlari, ko'pgina imtiyozlar va qayta hisoblash mexanizmlari ma'lum murojaat muddatlariga ega. Masalan, bir oydan ko'proq muddatga uydan tashqariga chiqqan bo'lsangiz, ketishdan oldin yoki qaytib kelganingizdan so'ng ma'lum muddat ichida ariza berishingiz kerak. Muddatni o'tkazib yuborsangiz, siz o'z huquqingizdan foydalana olmasligingiz mumkin. Misol, Mirzayevlar oilasi yozda 2 oyga ta'tilga chiqdi, ammo qaytib kelganlardan keyin qayta hisoblash uchun ariza berishni unutib, 3 oydan so'ng murojaat qilishdi. Ularning arizasi afsuski rad etildi. Chunki belgilangan murojaat muddati o'tib ketgan edi. Odatda bunday arizalar ketishdan oldin yoki qaytib kelgandan keyin 3-5 ish kuni ichida topshirilishi kerak. Qonuniy aktlardagi o'zgarishlar. Kommunal xizmatlar sohasidagi qonunlar va nizomlar vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun imtiyozlar yoki subsidiyalar bo'yicha ariza berishdan oldin eng so'nggi qonuniy hujjatlar bilan tanishish yoki tegishli tashkilotlardan aniq ma'lumot olish muhimdir. Bugun amal qilayotgan tartib ertaga o'zgarishi mumkin. 4. Kommunal tashkilotlarning monopoliyasi va byurokratiyasi. Afsuski, ba'zi kommunal tashkilotlar hali ham eski uslubda ishlaydi va iste'molchilarning huquqlarini hurmat qilishni istamaydi. Arizalarni ko'rib chiqishda qasddan kechiktirish, qo'shimcha hujjatlar talab qilish yoki og'zaki rad javobini berish kabi holatlar uchrab turadi. Bunday vaziyatlarda qat'iyatli bo'lish va yozma murojaatlar orqali o'z huquqlaringizni himoya qilish muhimdir. Agar sizning arizangizga qonuniy muddatlarda javob berilmasa yoki asossiz rad etilsa, yugurib turuvchi tashkilotlarga, masalan, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati prokuratura murojaat qilishdan tortinmang. 5. Uy boshqaruvi shirkatlarining roli. Ko'p qavatli uylarda yashovchilar uchun uy boshqaruvi shirkatlari muhim rol o'ynaydi. Aynan ular isitish, issiq suv ta'minoti, chiqindi, tashish kabi xizmatlar bo'yicha vositachi bo'lishi mumkin. Agar sizning uy boshqaruv shirkatining o'z vazifasini yaxshi bajarmasa, masalan, ta'mir ishlari vaqtinga qilinmasa, uy atrofi tozalanmasa, bu ham sifatsiz xizmatlar hisoblanadi. Bu holatda siz uy boshqaruv shirkatiga to'laydigan uyni boshqarish to'lov bo'yicha qayta hisoblashni talab qilishingiz mumkin. Bu to'lovlar har oyda katta summani tashkil qilmasligi mumkin. Lekin ko'p uylar miqyosida jiddiy mablag' bo'ladi. Misol, bir nechta qo'shni o'zlarining uy boshqaruvi shirkatidan yoki norozi edilar. Chunki ular to'layotgan oylik ta'mirlash va tozalash pullari evaziga hech qanday ish qilinmasdi. Yo'laklar iflos, lampochkalar kuygan, lift tez ishlamay qolardi. Ular UKShga yozma shikoyat bilan murojaat qilishdi. Unda barcha kamchiliklar sanab o'tildi va ularni bartaraf etish talab qilindi. Shikoyatga javob berilmagandan so'ng ular iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga va mahalliy hokimiyatga murojaat qilishdi. Natijada UKSh faoliyati tekshirilib, unga nisbatan choralar ko'rildi. Kamchiliklar bartaraf etildi va ba'zi aholi uchun o'sha oygi boshqaruv to'lovi qayta hisoblab chiqildi. Ko'rib turganingizdek, kommunal to'lovlarni to'lamaslik deganda shunchaki pulni to'lamay yurish emas.
balki qonun jihatdan himoyalangan va asosli ravishda to'lovlardan ozod bo'lish yoki ularni kamaytirish imkoniyatlari tushuniladi. Har bir holatda e'tiborli bo'lish. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish va o'z huquqlarini talab qilishdan tortinmaslik muhimdir. Aziz do'stlar, endi esa amaliy maslahatlar qismiga o'tamiz. Yuqorida aytib o'tgan barcha imkoniyatlardan foydalanish uchun qanday aniq qadamlar qo'yish kerak? Qayerga murojaat qilish lozim? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Bularning barchasini batafsil tushuntiraman. Birinchi qadam. O'z huquqlaringizni o'rganing va vaziyatingizni baholang. Har bir qadamni qo'yishdan oldin sizning vaziyatingiz yuqorida aytib o'tilgan imtiyozli toifalar yoki qayta hisoblash shartlariga mos kelishini aniqlab oling. Siz kam ta'minlanganmisiz? Nogironligingiz bormi? Ko'p bolali oilamisiz? Oxirgi paytlarda kommunal xizmatlar sifatsiz ko'rsatildimi yoki umuman ko'rsatilmadi? Uydan uzoq muddatga ketganmidingiz va hisoblagichsiz xizmatlar uchun to'lovlarni qayta hisoblashni istaysizmi? Bu savollarga aniq javob toping. Axborot manbalari, qonuniy hujjatlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari. Ularni Lex.uz saytidan topishingiz mumkin. Mahalliy hokimliklarning ijtimoiy xizmatlar bo'limlari, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning rasmiy veb-saytlari yoki qabulxonalari. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Har qanday murojaat uchun hujjatlar to'plami asosiy hisoblanadi. Sizning holatingizga qarab quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, pasportingiz asli va nusxasi, oila a'zolaringizning pasportlari yoki tug'ilish guvohnomalari asli va nusxasi, nikoh yoki nikohni bekor qilish guvohnomasi agar kerak bo'lsa. 2. Ijtimoiy holatni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar imtiyoz olish uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, oila daromadlari haqida ma'lumot, ish joyidan ma'lumotnoma, pensiya yoki nafaqa miqdori haqida ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi asli va nusxasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik haqida guvohnoma, ko'p bolali oila maqomini tasdiqlovchi hujjatlar. Mahalla qo'mitasidan yoki davlat xizmatlari markazidan DXM beriladigan kam ta'minlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. 3. Kommunal to'lovlar bo'yicha hujjatlar, eng so'nggi kommunal to'lov kvittansiyalari, asli va nusxasi. Mavjud qarzdorlik haqida ma'lumotnoma, agar bor bo'lsa. Individual hisoblagichlarning ko'rsatkichlari oxirgi 3 oylik. 4. Sifatsiz xizmat yoki xizmat ko'rsatilmagan holatlar uchun hujjatlar uy boshqarish shirkatiga SHGJ yoki kommunal tashkilotga yo'llangan yozma shikoyat arizasi nusxasi, kirish xat raqami va sanasi ko'rsatilgan holda. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilot tomonidan tuzilgan dalolatnoma sifatsiz xizmat ko'rsatilganligi yoki xizmat umuman ko'rsatilmaganligi haqida. Holatni tasdiqlovchi fotosuratlar yoki videolar, vaqt va sana ko'rsatilgan holda. Qo'shnilar yoki boshqa guvohlar tomonidan imzolangan dalolatnoma agar rasmiy tashkilot dalolatnoma tuzishdan bosh tortsa. 5. Vaqtincha yo'qlik uchun hujjatlar. Chet elga chiqish yoki ichki migratsiyani tasdiqlovchi hujjatlar, pasportdagi shtamplar nusxasi, sanatoriy yo'llanmasi, xizmat safari buyrug'i nusxasi, vaqtincha propiska haqidagi ma'lumotnoma. Mahalla qo'mitasidan yo'qlik haqida ma'lumotnoma. 3. qadam, qayerga murojaat qilish kerak? 1. Subsidiyalar va ijtimoiy yordam uchun ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali ariza topshirishingiz mumkin. Ko'pincha mahalliy hokimiyatning ijtimoiy xizmatlar bo'limlari yoki mahalla fuqarolar yig'inlari MF orqali yordam beriladi. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlari DXM ham bu borada maslahatlar berishi va arizalarni qabul qilishi mumkin. 2. Sifatsiz xizmatlar yoki qayta hisoblash uchun birinchi navbatda bevosita xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga elektr ta'minoti, gaz ta'minoti, suv ta'minoti, issiqlik ta'minoti korxonalari yozma ariza bilan murojaat qiling. Agar ko'p qavatli uylarda yashasangiz, uy boshqaruv shirkatiga murojaat qiling. Agar ular arizangizni ko'rib chiqishdan bosh tortsa yoki javob berishni kechiktirsa, quyidagi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati, mahalliy hokimlik, kommunal bo'limi, prokuratura. Agar sizning huquqlaringiz qo'pol ravishda buzilgan bo'lsa, sud eng oxirgi chora sifatida 4-qadam arizani to'g'ri yozish. Arizaning shakli va mazmuni juda muhimdir. Ariza rasmiy uslubda, aniq va lo'nda bo'lishi kerak. Ariza kimga yo'naltirilganini ko'rsating. Tashkilot nomi, rahbari lavozimi va FIO, o'zingizning FIO, yashash manzilingiz va aloqa raqamingizni aniq ko'rsating. Murojaat sababini batafsil, ammo qisqa qilib bayon eting.
Masalan, 2023 yil dekabr oyida kvartiramizda isitish harorati me'yordan past bo'lganligi sababli isitish xizmati uchun to'lovni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Qaysi sanalarda muammo yuzaga kelganini ko'rsating. Qaysi me'yor buzilganini agar bilsangiz, ko'rsatish maqsadga muvofiq. Murojaatingiz asosini tasdiqlovchi barcha hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. Ariza oxiriga sana va imzo qo'ying. Arizaning 2 nusxada bo'lishiga ishonch hosil qiling. Bir nusxasini ro'yxatdan o'tkazib, kirish xat raqami va sanasi bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik muammo yuzaga kelgan taqdirda sizning murojaat qilganingizni tasdiqlovchi asos bo'ladi. 5-qadam murojaatni kuzatish va natijaga erishish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng qonun bo'yicha belgilangan muddatlarda odatda 11-30 kun ichida unga javob berilishi kerak. Agar javob bo'lmasa yoki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishdan tortinmang. Qat'iyatli bo'ling va o'z huquqlaringizni talab qiling. Har bir bosqichda barcha yozishmalar va hujjatlarni saqlab boring. Bu kelajakda sizning haqqingizni himoya qilishda asos bo'ladi. Masalan, siz suv ta'minoti korxonasiga qayta hisoblash uchun ariza berdingiz. 1 oy o'tdi, javob yo'q. Siz korxonaga telefon qilib so'rashingiz. Agar javob olmasangiz, 2-marta yozma murojaat qilib, javob berilmaganligi sababini so'rashingiz kerak. Shundan so'ng ham javob bo'lmasa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga yoki prokuraturaga murojaat qilishingiz mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Ammo qat'iyatlik o'z natijasini beradi. Shunday qilib, aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, kommunal to'lovlarni to'lamaslik degan gap bu shunchaki to'lovlardan qochish degani emas. Bu qonuniy asoslar mavjud bo'lganda, davlat tomonidan belgilangan imtiyozlar, subsidiyalar, qayta hisoblash mexanizmlaridan foydalanish orqali kommunal xizmatlar uchun to'lov yukini sezilarli darajada kamaytirish yoki ma'lum bir xizmat uchun umuman to'lamaslik imkoniyatidir. Bugungi videoda men sizga ushbu murakkab mavzuning barcha yangi detallarini, har bir nozik jihatini, amaliy qadamlarini tushuntirishga harakat qildim. Siz endi shunchaki iste'molchi emassiz, balki o'z huquqlarini biladigan va ularni himoya qila oladigan mas'uliyatli fuqarosiz. Unutmang, hech kim sizni sifatsiz xizmatlar uchun to'liq to'lovni amalga oshirishga majburlay olmaydi. Agar siz qonuniy tartibda o'z haqqingizni talab qilsangiz. Shuningdek, davlatimiz tomonidan berilayotgan ijtimoiy yordam va imtiyozlardan foydalanishga haqqingiz bor. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Endi siz nafaqat o'zingizning, balki yaqinlaringizning ham kommunal to'lovlar bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yordam bera olasiz. O'z huquqlaringizni biling. Ulardan foydalanishdan qo'rqmang va har doim yozma ravishda murojaat qiling. Barcha hujjatlarni saqlab qoling. Sizningcha bu yangi tartiblar qanchalik samarali bo'ladi? Qaysi imtiyoz yoki qayta hisoblash mexanizmlari sizga eng dolzarb bo'lib tuyuldi? Sizda shunga o'xshash vaziyatlar bo'lganmi? Fikrlaringizni va tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Ularni o'qib chiqishimiz va keyingi videolarda hisobga olishimiz juda muhim. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda yordam beradi. Keyingi videolarda uchrashguncha